Oylik tushdi, bilaman, akajon, opajon. Ishlatib yubormang. Siz uchun zo'r taklifimiz bor. S-Mart'dan ayni mavsumbob narsalarga chegirma, faqat kunlari chegaralangan 30-31-iyul hamda 1-2 avgust kunlari bu davom etadi. Faqat mahsulotlar chegaralangan. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rib, tezda kelib mahsulotlarni xarid qilib ketinglar. Bu xolodilnik ichiga man sig'amanmi yo'qmi? Izohlarda yozib ketinglar. Buni sizlar 12 oyga 332 ming so'mdan oyma-oy bo'lib turishga xarid qilsanglar bo'ladi. Naqdga esa $242. Juda ham ajoyib taklif. Kunlarda oyma-oy bo'lib turish narxini aytsam, ishxonangizga ham, oilangizga ham, qarindoshlaringizga ham olib beraverasiz. Juda ham kulgili narx. Oyiga 81 ming so'mdan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Kunlarda kattaligini, balandligini ham ko'ryapsizlar. Maza qilib ishlatasizlar. Naqdga $70. Bunaqa kir yuvish mashinalari ilgari orzu edi, hatto tasavvurga ham sig'masdi bunaqa kir yuvish mashinalari chiqadimi yo'qmi degan. Bunga bilasizlar, kirni ham yuvasizlar, ham quritasizlar, maza qilib ishlatasizlar. Oyiga 282 mingdan yangi pochcham og'irligimi bemalol olib kelsangiz bo'ladi. Naqdga esa $215 ga xarid qilsanglar bo'ladi. Kulgili narx bo'lgani uchun o'zim ham bitta olib ketyapman. 358 ming so'mdan boshlang'ich to'lovsiz bemalol konditsionerlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Ayni mavsumbob mahsulotlar, hamma chegirma berilgan mahsulotlar. Undan tashqari sizlar Aux brendi, Haier brendi, Gri brendi, xohlagan brendni S-Mart maishiy texnika do'konlaridan topishlaringiz mumkin. Filiallari ham juda ham ko'p. Qarshidagi manzili, birni yo'li viloyat yoshlar markazining shundoqqina oldiginasida. Kelinglar, xarid qilinglar, mahsulot sizga aytganimdek chegaralangan, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Har kuni har xil yangiliklar chegirma qilishyapti.